왕도요는 벌써 오픈을 tapamadım. Oy. Oy. Ben kolumda üstüne pusuyu vermey. Annem bak. Oy edem. Sizlikte atıp kaptım şu. Ne sızıp kaldın? Oy biz neresin sizip kalmadım. Sizi kolap kaptım bunda. Kosak götürüp çıkarma. Sızık kolak kattı mı? Ha? Bu kayrakanın ne mi sızık kolak kalsa? Neyim bileyim ben? Kosak götürüp şu. Nima sizik fizikni gibi bulatamda? Hani bopta. Akıl diken bende. Bak küçük olgan diken sen bana etizgi çıkıp etizden açta kala. Belip dönüp tam oynap жүрген koynan balesi. Vay mektepte keldim ben de erip kaldım etge yaqa. Erip kaldın? Ha? O yemek yeme erip kalsan bizge 70 yıl oldu erip kalmadık. Kaçan karizmin iş koydu ken. Ecep izlevettim. Ecep biz yerken, Ecep biz yerken. İşte olsan hadi şah geçirmesine. Annesi, nimaga sözük bo'psizlar? Oy. Şu gaz kapıyım kilep. Gaz kopi? Ha? Onda balimiz to'liqina etizgi chiqmasin bo'ldi ben. Gaz kopi yapıp kelay. Mesela çağırayım. Chaqin. Vay yüzmemem. Ha nima? Ay kilep olam etizin işte kıvantadan şaha geçeyim deydi. İle etizden şıkıl deydiken, ili şaha geçirim diken, Ecep biz yeriktim. Bana işe karvını koşay bana. Kaçan karizmin eski sekli beni kat dep. Tolum zeriktim bu. Sen ne fırça kapandı da kalpak yiyip aldın. İşe karvı söyleyin kaydım. Bir katar bağlamdık şaha. Tanısın işe. Azırkı yaş parlarını. Çıkın lan mamay. Çıkma. Kalpkın elbetken. Nana. Çıkın. Orman beni vurdu. Ha Mahmut Ağkol nama onunla? Bazarçılık çıkıla. Ha maqla. Filmimizni yoqtirgan bo'lsanglar, yurak besib, meni qo'shib olishni unutmanglar. Filmimizning davomi ertaga yo'llanadi. Dada bu işaret kilovatı tıkma maçına kalanıp kaldı ya. Kim tülek çandırmayma görmedi xubalına. Kese. Dada neymiş kılınız be ya da? Anan iki parçalık bizimki sizlik olup da haberin vardı. Oy bu iki parçalık bizim cıkka. Abi iki parçalık ödek, gaz, toka, bütün koy kebap hemmisi muş dükkanda bakın. Goşayım da. Bak. Bayan. Mulazim. Doğru mu saydım? Ne mi lazım? Bizge bu şu bütün koy kebapıdan 2 kilo, tang toqsudan birini, tang gazdan birini, adan doğruluk parçaqdan 4'ten 8'ni. Açtan hemen size yemişler. Ayak sildeyeyla. Biz me tamak bir pagel çeydik. Hadi de hadi. Mavo tamak. Tabak mı bu? Tang toqsu ekan. Alan qotun. Mavo. Ma bütün koy kapı. Yiyseler. Sileyang. Hadi kulağına. Ama ne yapılayı çıkıyoruz? Ne mi sen bana beğenme anam kılam yapır gece ya? Sen sizi koyamadan anan mı? Anam da koydu. Senin bir şey şagirtlik verelim mi ki? Şagirtlik verdik aşı olsun bana biz gideyimiz. Bizdenki Xotan kadimi jilga jangal kebap xonamiz. Yo'pog'inaya gullanishning udul tarafida. Yangisadim va bizning do'kon. Biz ma shogirdni qattiq qabul qilyapmiz. Bizning shogirdlik ichida shu
Önem günüp çıktılar. Aldı boğma, kendine tanka. Eyderdiler. Tank sen bey. Sen bey. Telefon numaran olacak. Ha, telefon numarımız 175 91 51 51 11. Ha, bu numaraga telefon qilib aloqa qilishib, menda gap anglamagan yog'och quloq go'lini gap bersanlar biz edem qilib, o'navan qilib yo'lga solamiz. Şimdi anang hem yerden şagit alasizlar. Ha, hamma yerda olamiz, lekin yo'q kilida. Yangi soatimi dukunimiz vajma shagirtlik qilsanglar bo'ladi. Yangi soatim bor. Ha, bor. Bo'ldi, ular. Mensan bo'limda. Burada Allah kılıçlısını mı? Ya ben koy deb berdim hozir. Beş olab qoldimi bu go'y? Biringiz. Maryam bobay. Rahmat bo'lmay. Meyey. Açpaqqa qo'y. Lakma xotin. Nima keldi bu aptaptı bir yerga? Akamning aldiga chiqdik. O'qish bitirib bugun kelmoqchi. Qazakamdan? Qasakamning? Ha. Nimamet akamning. Chiqqanlar o'roq tuqqan. Ben 10 tuqqaga o'xshaydi va men direkt bat emasman o'qish ketganda. Dadisining bolasi. Kilo ay şunu ya. Ay, balam. Dada! Balam. Memleket öğretmen sen. Çarşının akşır kısıp doğdu da. Kırdık bal. Mağmam sakalım Tuğbay. Keydek bana akanın. Nerede basam okşaş? Va edem. Tongda degan bemde ayağasam. O'ngni solni o'ngni sepiribdi. Lakma xotin. Uni to'rtgil undan sepmaydi ama almashtirib kiyyapsa. Almashtir. Bak unda. To'rdun xato sep qo'yapti deb. Yurang boy. Opa. Akangni silkib qo'yning balasi. Ben balan seninki. Akam mening balam. Okşunu tutursan başına yaparım dersin. Yaparasam da. Mashina? He. Bu mashinaning to'rt pachog'ini yapasa medgil olmaydi aqchan. Pul o'z oldigan nima mashinadagi? Sen yok mu falan? Pul mushkulda menda. Mamtanka pulumuzun bulardı emasmi? Bulardı? 270 ko'dan faoliyat qilib o'tdik. Va cho'ng bolalar ebasil bo'ldi emasmi? Faoliyat qatnashib, ta'limingizni sinab baqsangiz 399 odam 50 daraja mukofot. 399 odamning qadda 50 odam mukofotlandi. Shu faoliyat qatnashib, ta'limingizni sinab Birinchi darajaga mush qalanda chiqdi. Birinchi darajaga mush qalanda chiqdi, ikkinchi darajaga 2000 ko'y, uchinchi darajaga 1000 ko'y. Asnab tashlab menib 50 darajaga oltin uzuk. 50 odamning hammaga mukofot chiqadi. 50 odamning hammasiga mukofot chiqadi. 270 ko'y bo'lsa, undasi ta'lim sinab baqamda chiqib qolsa aytasan mushni. Dashoda odamning ta'lim bo'ldi. Qo'yning olisdek ta'laysiz. Boshqa faoliyat qatnashish qismini bilmay qolmasin, telefon nomerini ber. Telefon nomerimni berib 151 99 88 23 23. Ishonchli faoliyatda, Ishonchli faoliyat. Shirkatning o'rnini deyotanglar. Maralbesh Noya Serquy bozorida. To'pi ko'tarayotanglar ekranda. Vah. Ne? Qayrig'ingizni to'ymayini kasofat. Ha? Qayrig'ini qopsa. Qayrig'ini to'ymaydigan bir edimkina bor. Balla qani? Oyna. Vay Yüz Mehmet, Nuy Mehmet. Nime? Bakışı. Bana haber geldi. Nima ish qilsiz mashqdan?
Tobaylık bizden. Akalı kalep badın mı? Ya. Kubbe bana beresen. Sebiraman. Özüň äse almamda, meşkin bir fırkını bölüpdi dep. Mana öýüň kiçik bolgany keyin bir ýaklaman. Kiçik bolsam ne bolap da? Naýtkäs 6 aýlyk kiçikmen senden. Hey, 6 ayda bizden tuğulam da. Lak var. Kupa mana. Tamam men bu ediken. Akang daşa okugan. Ha? Tamam men bu ediken. Öýüň kiçik küçükleri. Sen böyle okusan ona ışık vermeyiz. Dodara sahip maşinni mo päden hemde Jiyon almaşça saklıkta. Ha? Jiyo. Nime habalık bu? Böyle maşinedeyse ile Jiyo'nun mu almıştır ha? Şu almaştırıp durasın da. Ha, bala bakmaktan terskin. Bana bırakırım ha. Ay, 100 Mehmet'ten alamam da. Tamam. Koyak olam ne? Kayıp kalmadım ben. Ha, Mahmut ko. Ha, Çizlikma. çizlikma. Siz açtınız mı dükkan ne? Ben açtım. Ben sen bulmam taka. Ha, bozdu da ananızdan ayvalı ne? Ha. Benim anamdan evvel yakşı. Ha, kep kaptı ko. Ma balamı maşinde bizde hep bəgən. Ha. Hem de Jiyo almıştır pədeydi. Ha, Ben şu- kalbi sıcakken. Amal yok hem de bal bakmak asan emez. Şu. Ne akılap tip kepsiler diken. Dükkanımızda kat paylaş kılvatımız hazır. Annem paliyet. Biz aldın kege biz hırıdağa bakarlıkla palet uğurlaştırdık. Çekti hatta en töve mükafat yüzge kıymetedeki fangdongya. Birinci mükafat olup kalsa toksikilet, televizor, mükafat çıkışı nispeti 100%. Aş bize demden hemisi çıkam da. Çıkada. Bir moçen pul tölemeye katınca alayısma paliyetken. Ona olsa Kagellam xarida. bir şey kelsem hesap oldu. Ordamaz bu şu Toqzaq naya, Şoğuz yolu, Akyol, Otomobil Mülazimet Şirketi. Alaqaş numarımız 177 99 54 17 47. Bizim kuyup birdiğen jiyola Toğraq markasındaki jiyocu mu? Ha, bu paliyet kaçandan kaçangacha? Biz faaliyet vakti 6. aydan 17. güne fakat bir kıldım cuma. Fırsat için tutup bundan bakarlık mükafat karşılığına. Lekin təyirler var deyip geleceğim. Bakardım mükafat ile bizden bolmamız bir moçan pul tölemey. O da çıkım yok gene aş paliyet katmışlar biz çakta atılı. Ha bakın. Bak işxanın sırrına işxanına. Çekti atılı. Bak eli ve bana böyle tüküdü bu. Akayagani kivagan bilmesine. Annem bapta. Azıcık yaş ballamış da gitken o. Salkınken bana kaltıp jimki varsa. Mantanka ne mangla? Etizgi mantık. Nem bu qirg'anda özür chiqib qoldi, bollarni chiqasir olmamda. Balını bekip çoğup koyduk. Oynatı da hazır. Özümüz kılağımız bir ömer. Bizge pütüv etkenken bu işini. Bakala. Ma kız vallahi ne? Ha işte kımmamsa. Sılmı kopap kesiye. Mellam yemtim ki anne. Kaysa yetten anның beşini özü yep boğan. Herganda. Balı bakkanın ya paydası yok. Hani 100 Mehmet. Ne cüreydi ki? Lal mı dek? Ahmetcan. Mek lan mek. Çizlik to'lim ha. Çizlik mı? Ha, o'tirishib qolsizlar ha, yo'q qilib. Bizden şu Xamanның çalıyaları batışını aldı. Bo'libdi. Sizce ne yapmadınız? Men shu Xotin Qarqash daryosining Esra markazidagi haqiqiy mineral suv, Qarqash daryosining erkak suvi ekan, mava. O.
Lekin hozir mushu Esra markasdagi zaperlar jiqtab ketibdi. Ma to'g'ri markin tonoljima Esra. Konusmi shu? Ha. Aqlingga ishki tal. Tutib turay chang. Ha. Tutib turamsiz? Ha. Mana xotin bilan ishkimiz bizdan ishkali ishchab emsa. Ha. Qag'in nima o'tkilga ketaverang endi. Pulini necha deb yozib qo'ying. Ha. Ma akam Vangdoyuga bek pul atadi ekan-jama jiboda. Menga chandobay deyman. Pijo atadi ekan. Şualı qilandi ekan. Akamni telefonni. Nima qilsa? Ahmetcan, sizni qizog'i biznes atdaydigan. Nima bo'pti 5-6 ming qo'y etib qo'ysak. Usta bizdek cho'nglar atmasa, yosh bolalar atmasa, o qizmonligimi asan emas. Men ko'ynakni kiyib 5-6 yil bo'lib ketdi. Men bizda ko'ynak yapmaysan. Ko'ynakdan shu jitalg'ich kiyimiz. O qizmonlarni biz qo'llamasak kim qo'llaydi? Qizonimi yilib ketibdi-mi? Bu yitib ketgandan oya biyalar ochiq ayni. Ayam qayla. Adamni ko'g'il qo'yib. Bugun havo pek issiqmi nima? Shunda boy. Bozorga chirib chiqimizmi? Nima ish qilamiz bozorda? Qani bugun kirmanglar. Bugun girimchikni unutib qaptiq sho'ngmishlar chiqaverlar bo'ldi. Yetliq kiyib epiraslar. Ama o'zingni ovoz gap qilaveramiz bo'ldi xayrmi? Shundaymi? Yetliq kiymalam ta. Allar epiraslar hamda. Hamma olamiz. Ben map kilimdi ya yo'lga. Bizda mashina bor, mashina chirmas. Traktor chiramdiq ya. Ana bichirle. Hey idam. Nima donadini bilmekçe? O mavo yavar qisılçılar. Ani ko'rdingmi? Ajadin musho chini vaqtlarga 50 metr maqsanglar niyati barim kiyim kechaklar yedan dikanba. Naqa. Shada olamiz. Kes, sizlikmi? Kim alay deb keldinglarchan? Xotinga yetlik kiyim kechak gapiraylik. Yetlik kiyim kechak alay deb keldinglarmi? Musho bizning do'konda hozir faoliyat qildik. 15 ko'ydan boshlab eng tövünə, eng yuqorisi 99 ko'ychilik kiyimli va. Menda 3 xonlik pulga kiyim sotmadik. Faoliyat qilyapmiz. Ma do'konda biz musho kiyim ololmay qolgan kishilarga musho o'tib ketib qapta deyiladigan kishilarga otap musho kunimi ochamiz, tin kiyimi ochamiz, aram olmay ichyapmiz. Yana mush do'konga tushgan xaridorning har birisiga bizdan sovg'atlik bor. Adresini topolmasanglar, telefon qilinglar. Telefon nomerimiz 147 99 10 63 52. Ko'rani xotin hamsa. Men amildarjima boy. Oy balam. Ay. Qayda hali yaxshi bo'lib qoldinglarmi? Hali yaxshi boy. Yaxshilab qoldim deydi. Qanday yaxshilab qolsam bo'lmamda? Aya bo'ldi. Erkin azada yolg'iz yashab desam saqayib qolmadi deya bo'lmama. Ya yaqinmidim naqsha qo'yatman naqsha. Boy. Men bu qadam saqaymaydigan o'xshayman. Elab ketadigan o'xshayman. Keslim o'zimga ayan. Ma bu da xotin ağısanlar benim bir qur kiyimimni kiygizib qo'yamajima. Meni ko'rgandek bo'lasizlar. Qachon ko'zimni yita deb tursam meni ko'rgandek bo'lasizlar deya. O sizning kiyimingni unaqa qisib kelib qoldi. Ha? Ada bujmi yemsizlar? Zahar yeymiz zahar. Ya tani gap qilmay xotinmada. Men nima yeysan, nima ichsalar demakchi. Ay, Yuz Mehmetni chaqiringni suv ichiysan.
Ey Yüz Mehmet. O. Ama anang su içimi deydi. Dokmuştuk ki vodkaga çıkıp su içir. Qanday qaqsu ya? Ercan qaq suyu içirse. Abi anneannevi usulda kaynatıp da yaqagan qaq suyu. Ama pul ememse? Pul? Ay, ittiq pulun kaçıra bana. Davam meni pulumu qilishaydi ki. Ercan markasiga diqqat qil. Ha. Chiding mı? Ha mana. Ay bovay, men ichatdim ona. Pulun bergensen manang. Yo'q. Qada qilding emsa? Annesi deptak seni asmani yozib qo'yib aytdi-da. Men demi pishiq shovchi da bu. Ey Mumay, Ha. kunlarning birida yaxshi kunning yomoni bo'lib, men ketib qolsam, sizlar qanday qilasizlar? Do'stim Roshangulni quchoqlab yig'layman bovay toza. Navadim men o'lib ketib qolsam, sizlar qanday qilasizlar? Men shu do'stingni Roshangulni quchoqlab yig'layman. Hocam, Yana nim bo'ldi? dilim og'riydi. Zing-zing xafa qilib, tizlarim og'rib. Qanday qilishamiz bu sizlarga? Qanday qiladimi menim opronglar bir ayaga davolat qilib. Bobisi, Alqa, ma qo'shnimiz Alqa. Mehmetning bolasi bor o. ha, Bir so'ngak kasalliklarni davolaydigan zing-zing revmatizmga manfaat qiladigan bijani bilmadi aytdi. Shuningdan bir so'sak bo'ldi. Men telefon so'qaymi? telefon so'qaman. Voy! Muradovga bilan tudingmi? Ha? Va bizning o'g'ilga dik kechirib chiqdi, sana deydigan bir gap bor. Ha. Bo'ldi, ma'qul. Ha. Opronglar jima bovay menim. Ama chesa o'rnini so'rab, ona yoq apir. Bu maqas adishim Roshangulga eslib bak yig'lig'idagisizlar. Ay, chida. Ay! Ha, mabdanka. Ha. Bizning o'g'izlar tushdingmi sen? Menda aylanib yurgandan o'g'izilni tutdiqqa, tam qo'shni olgan ekan. Ha, bir diqqat qil, qiz balchaqlarimiz bordim. Ya, tushib yursang yaxshi olmaydi o'g'izda. Ha, ma'qul. Akalar o'tir. Sen alqa o'tganda bir iliq so'ngak kasalligini saqaytirgan yaning o'rnida aytding. O'rni nerda o'shaning? Bak, xalchxona achang zing-zing demdi. Shuni bir saqaytili. U yerning o'rni Dongchun qo'yan tarafdan davlat boshchilarga kirib, oldiga 100 metr mangandan keyin bir top maydon bor. Shu top maydonning biqindagi mehr shpas so'ngak kasallikni asli keltirish o'rni. Şey basan tapar olasın. Mana bo'lmay apirib kelay. Alırımızı aldık. Ishim bo'lmaydi. Berib kelamizlar sen? Sen bu qopmamsa, o'zing uyda o'tirgina bu. Ha, o'zing uy chiqib o'tda. Ha, yo'la olasın. Kase. Ben to'g'izmi? Çizlik tığlı mı? Eshitdik manglar. Ha, kase çoğana. Kase çoğdada. Ha, mansiya. O yanga oynasya. Ha. Mening bu ailimda bel umurtqa poltib chiqishdamda zing-zing emmasi bor shuni. Obdan bulat. Namingni anglab kelgan. Obdan bulat. Çoğanımız Pelempey'den çıkıp düşten çağda kıcılını vetipti de. Qilindi. Ha. Muşo bizning muşo qo'limdagi doğrunu ishlatsan la, muşo zing sen. Bel umrutqa taqsib poltib chiqish. Revmatizm degandek muşo so'ngak kasalliklariga yaxshi manfaat qiladi. Muşo naq maydon kelib ishiltisizlar avval.
Aval naqmaydan kelib ishiltib, nerang ağrıs shuya gibi ishiltib unumini ko'rganning yozi, haqsiz ishiltib unumini ko'rganningiz, ma mahsulot bo'ladi ekan, mushtonda ishiltay, men pul olay deganning yozi, anandagi pulga sotamiz mana. Bo'lmasa haqsiz ishiltib unumini ko'rmay qolsanglar, ammay ketsanglar bo'ladi. Ma yaqindamış 15-16 yillar, 7-oyning 15-16 yillar o'sha mutaxassisdan bizni taklif qildik. Bu mutaxassis bu so'ngakka doir kasalliklarni shu haqsiz ko'rib, haqsiz maslahat berdi. 15-16 yillar. Shu dukunimizning o'rni shu davlat bog' ishkindadininki, Dongchong Xoyan tarafdan chiqadigan ishkininki, o'ng tarafga qaylasanglar bir basketbol maydoni bor. Shuningda azroqlab o'tsanglar, Mehrishpa degan do'kon shu. Aloqa telefon nomeringizni deb o'ting. 176 90 14 60 39 yoki 176 99 38 05 45. Unda olsa sizlik bir sinab aqlamayman. Sinab baqib nimani ko'rganingiz, yarag'anningiz onangdan keyin olamiz. Yaramasa unumini ko'rmasak ammaymiz. Ecip kimmeydi ya? Bırak gelsin edibini bir beğenmişim hep. Şu motorni sal jilaq qo'yib qoldim, tura, o'g'ri yo'qdi hozir. Keldi. Otadingmi xotin? Otadım. Bazabe kızıptım ha. Qizibdi? Ha qiziydi. Zo'rxonni qashlarga chiqargan ekan, Ro'zxonmi, Zo'rxonnimi? O'zingning adishni kunlayotgansizlar xotin. Adashlikdan chiqib ketdim bo'ldi. Xotin qaydimanglar deymi qayrganda? Zo'rxonni yollarga chiqirib, oyoqcha meni unutib qoldi bozorda. Ay yo'q, sizlar mening qalbimning menga to'rdi. Qayrganda. To'g'ri xotin masalaga Erjanning qaqsuyini qachgandi. Bozordan. Diqqat qilishchimi? Baqol, menga o'lja kitli. Abi taşıdığını tayaqni qo'yib vaqtga odamdek ne vas ko'tarib oldik. Echpron boy. Amraq vaqamni bilibsizlar? Sizni Erjan qamraq deb bazaga beribman, elishni unutib qolmadim. Xotin? Sizlar Ro'zxon bilan ras adashlikdan chiqatdingmi? Ko'nglim og'ridi boy, chiqatdim. Adashlikdan chiqatmanglar. Men malda taqa ne odamlar asli g'ayratini qilib baqmagan pichet. Aslning g'ayratini qilmasanglar, bedaninglar ushaq tujmal chiqdi-da. Mana o'ninglik mana izbasar tarbiyalanglar g'aybat qilishda. Sizlar yashnab qoldinglar. Bundan keyin qaqning g'ayratini qildigan odam chiqmay qoladi bo'lmasa. O'g'aras ayım gulacam meni yaxshi tarbiyalaganda. Sizlar achangninki birinchi qo'l shagiydi-ku. Bu keyinda xalqning keyindan g'aybat qilishda. Men mayldiki ne xotinlar meni g'aybatimga yetmaydi. Qo'lingni so'qish bermaydi boshqa g'aybat qo'la. Mana her yaman g'aybat xotinlarni oldingda timoq tatlab turdi. Ma'qul bo'lay. Qani yuz Mehmet. Öl çekizvetkendim-ku, bazağa banganda. Ay boy. Ay yuz Mehmet tamak çıkışını günüpta. Nima? Ma günün olsunu tep basam lekin. Sorulma diyama. Sorulma diyama. Onda tutulma. Filmimizden davamı qiziqsanglar, g'azab yurak besib taqib qo'yinglar. 5 qism filmda yaqib qo'ydik. Bu bizning aytizg'i deb suv bo'lmay kelsa, men go'yning valdir. O'zining tarafiga echishdi ya buni. Endi biz taraf ketdi. Qonaqlaqdan ot asang
Bille alili otne. Kuyashkanda ten kuygan. Bille tatili detne. Ro'zixonga bir gap qilib etsiz sut tutib qolsa, bille sut tutamiz. Voy! Ay Ro'zixon. Men qo'noqlik sut tutib kelgan. Chiqmablar bille tutmas. Qarasam bir kichik arg'u uni toza qo'g'lab o'yni qilib turibdi. Men bu mahalladagi kishilarning qiynini tirik turg'izib ichib qo'rtib aytaman. Eng oldi bilan sendan boshlay emisa. Azmat akamlarning uyida ish chiqibdi. Qo'payva men qava. Qo'rqib jenimni ag'iltas qildi shavcha. Nima qo'patsi deyman bu yerda? Qo'rqinchli ovozli asar anglatma. Qo'rqinchli asar? Men qo'rqib ketdim hozir. Nimada qo'rqinchli asarlik ekan bu? Qanda o'dira olgansiz bu yerda qo'noqning ko'tkalan bor ekan. Ama chiqaman qatsang deyman gap bor. Yanga ketib tursa, mamtanka surtovlay qo'yam deyman. Bo'ldi. Chiqanami qo'ymagan? Qanday asar anglatding? Qo'rqinchli ovozli asar anglatma. Mana anglasam xili bo'ldigan asarlik turdi. G'azab qo'rqinchli men mergach. Tas qoldim ishni musibat kela. Nereden aldın? Aşı eserlerini ben bir keşte xalçanla yandışıp oturup anlap bir qo'rqib hojat xonqim chiqmaydigan bir bo'lib ketdi. O eserni Ünidarning salınızlarga yerga Hikoyajon deb pasaq chiqdi. Hikoyajon? He. Bu salonda mana vahshiy, qabahatlik, mana vahimlik, surlik shu. Ovozli eserlar bor. He. Qanday deding ismini? Hikoyajon ekranga yozib qo'ydim. Ashuni qo'shib. Albatta ya bu qo'rqinch asarda. Unda olsa men salonni qo'shib ovozli asar anglashga boshlab ketay. Sen chirib ajdonni ravo qilaveramiz. To'xta. Oyatda qo'noqning ko'taklari bor ekan, avayla. O'tiribsanmi ba? Dada. Ne berib kelding? Bizning ko'chada kela qiyr xotin. Yinaga. Ya. O'quvchilardan berib keldim. O'pdi. Ya, cho'ng dadamni ko'rdim men. Cho'ng dadam? He. Anangning dadasimi, mening dadammi? Sening dadam. Menga ver. Biz cho'ng dadam o'lib ketgan 20 yil olgan tursa, chiroyini bilmasan, qadar cho'ngni ko'rsa. Ben sening cho'ng dadang dedi. Undaki meke dedi. Ejba o'lib ketgan odamning bu yoqqa keldigini, senmi o'ldiginimidir? Meni dedimi, bu yoqqa keldi? Ya. Sinema? Ha, meni. Bundan sen beriver. Meni ko'rdingmi desa, ko'mdim deb qo'y. Ya bo'ldi dada, aramala, krislog berib birdan o'tirib parangishaylar. Yiribmi ketgansa, uzun bo'pti, ikkimiz parangishib baqmag'ana. Krislog berib birdan parangishli. Mana. Kela krisloga. İlik çarçıqını etib beradi dada. Qaçaqchaqim deysa? Voy ilikchi. Ilaqa. Bir kuni bir sinov o'tib ketib, 119 bastımda 118 ni besib qilib, "Vey!" degan ekan. Sizlar 119 ma? Siz ya biz 118 degan ekan. Qo'paplar. Qapolmay. Qo'shnilarni chaqirib qo'yinglar, geyli qiyinmirancha. Go'y bu, hem meni sen aytaversan, men yerni aytib buning. Qarindan men bor. Bo'ldi dada, hikoya aytib beradi dada. Hikoya? Ha? Menga hikoya aytmasam ya. Aytib bera. Hammasini dotsi aytib berka. Ben momang olmasam hikoya aytib berdigan. Bir qitimga. Mush hikoya degan biz men aplashtirmaydim. Bo'libdi be. Qipaqay. Burunning burnasida
bir tul xotin bor ekan. Bu tul xotin ömrünün oxirigacha yolg'iz o'tibdi. Bir kuni bu xotin tuyuqsiz o'lib ketibdi. Tugide? Ha deb turdi ya. Uyda? Ta'sirlik. Hikoyaga mushunchalik bo'ldi. Uzun quruq gapni qilib qo'ysa, nim foydasi hikoya deb anglamdi shuni. Ha, Mamtanka o'talingmi? Ha, kela. Nima ish qilyapsiz bu yerda? Ha, o'sha bolam hikoya aytib o'tadi. Mana dada. Hikoya bo'lamdi va bir to'p quruq gapni qilib qo'yap. Hikoyaga ashta bo'la? Hikoyaga undamaydi deyman. Ha, qanday o'ldimsa? Bu hikoyaga unda quruq gap bo'lmaydi deyman. Hikoyaga uzun bo'lmamda. Ha. Masalan, hikoya almoqchi bo'lib qilib qolsa, Ündidarning salon izlaydigan yeriga Oychen deb bassanglar. Shu g'azab yaxshi hikoya, roman, adabiy asar, ovozli asarlar chiqadi. Shuni qo'shib anglanglar deyman. Ha, nima deding salonning ismini? Ha, sizlarga deb bosh tanishlar o'xshaydi. Men ekran yozib qo'ydim, Oychen. Ha, nima qilyapsan? Ben limon fresh degan ichimlik ichyapman. Ha, yo'qash qilibsan. Kimlar? Ha, isha bo'ldi o'zing. Men aytib chiqib chiray. Ma'qul. İşlətamsın mənim taxon. Ha, ishlatma. Nima mangdinglar? Chiqma. Men azaq ishlab ataymış. Saman yig'dan. Men shuni bir qilib kelay. Ha, bo'ladi. Baqla. Mamtanka! Voy, nima mangdingiz? Ha, o'ydikil usab ketdim debdi, tizliq qilib soni olib mangdim. Ha, bu nimada bu? Hamma musoni ishdan bilib ketsa, bujardan baqaq taqta tamdi buni. Bu sobek yaxshi so'ka emasmash, usiga yerda joy bilan bordigan. Ha. Yaxshi suvasi men bir ko'rib baqayaman. Men uni joy boramda. Ish baqamlar. Baq. Ha, qaso qilsam, haliqa xam materialni Fransiyadan import qilgan, Shanxayda yasalgan va Xinjiangga tunji bo'lib, o'sha limon yalpiz ichimligini bozorga chegan limon fresh degan limon yalpiz ichimlik ekan bu. Yama adamji masalla. Qirg'andan bilabaplar. Ketaverasiz. Suvni. Menga bitta so'g'a. Nimada hemiz ishga debdim bo'lsa-ne? Usaganda yurak bilan ba'di desa. O'tirashdan bilsin. Ya men qaylish bermaysa aytizliqqa. İşim aldırış. Aman qanını. Men g'ayvat xolig'im tugatdim. Haqqanda men o'zining ishi. Qandanim bor? Nima ishyapsizlar? Ya sen içkenni haq içkenni içtim. Nereden aldın lan? Vodkadan aldım. Vodkadan aldınız Meryem bak. Sen Meryem vodkadan aldılar. Ne bas Meryem vodka deb. Elaqa. Elim qasabning o'g'li bijish ketirib ketbar ekan, shundan bijdal tekkizib oldim. Yana men bir içecek. Vay içivatsın şodunun dibida o'tirib. Ayat gapda. Qo'ya, nima boshlanishgan kichik qoldi. Nima tanishib, vatan nima ekan bu? Ay bijdal içey. Ya bo'ldi. O'zim içey. Bana beğenmeyler. Ya. Anam beni silgi beğen çizsin bana beğenmem lan ne? Akası. Qo'ya, jamla chiqmaydi. Anamı gidin lan. Ket. Ana o'lgili 30 yil bo'ldi.
Putqulam tutuşmamsa piştirib qo'tamay. Boş deme boş. Men bo'lgansa dada saqmasaqdan. Saq yerimning tayini yo'q. Ejab to'ydim bu jondan. Bana men saqayolmaydigan o'xshayman. Shu ko'zimning ochiq vaqtida vasiyat qoldirayday. Qo'shnilarda hech kim to'lab jira. Qopmamsa. Anam tanka. Chiqliqmi? Anam tanka mijozlar yo'qlab qopdi-ku. Sizlar qanday anglab bo'ldinglar qirib qaqnimni? Sinamosh balla pangyochanga chiqiribdi-ken. Bir ishni osim ko'nglimda qilibsizlar. Men degan bu ballaga pangyochanga chiqa, haq yo'qligini qilchiysin deb. Yo'qla ketla. Ya hech saqayolmaydigan deb turibman. Ya unda deymizlarmi anam tanka? Men mush sizlarningki kasallarga shifo bo'ladigan yaxshi mahsulotdan birini tayin tordan fuqshop deb chedim. Men o'qiyapman bu mahsulot ekan. Bu mahsulot dada Bayxat shirkatidan 5 rava yo'qsiz ekan. Bu mahsulot yuqori qon bosim, qilqon tomoto sulash, uyqusizlik, bosh og'rish, jigarni xizmati yaxshilash, o'ttir yosh va yashanganlardagi putqol uyushish qatorliq alomatlarga manfaat qildi ekan. Mahsulotni ishlatib 3 kun unumini ko'rmasang pulni to'liq qaytardi ekan. Aloqalash telefon nomeri 176 90 03 26 22. Mana shuni ishga bir saqlab kelsang da bizning xotirjam yursak. Unda olsa ichib baqa yaxshi mahsulot taqiladi. Dada sen bayatin vasiyat deb gap qilyapsan. Vasiyat? Ha, to'qining bu qishovchi, meni ichib saqlayazdimi? Vasiyat. Gump degan kinoni necha qatim ko'rganman. Hozirgi yosh bolalar gap cho'ng'og'an bilan jimosh qilib aylamaydi. Gizlemet dolan otladık mı? Otladın mı? Otladık mı dedim otladık mı? Bayandan yaka bizden ketmen çepip bizden otladım. Bulup da. Kara bulup. Ben bir cazım yok kara. Bir cazım. Menin koskum tak. Menin koskum aç. Ben ya tamak yemesem tak ha. Ben bir cazım yok dedim bir cazım yok. Haşim kam ağrım kapta Haşim kam. Öldü Fulkan? Haşim kam da ağrım yetti kapta. Kaçan? Ma Ercan'ın kalksuyunu elip verip yoklap dile bilen ben. Anacan? Ercan dedim Ercan. Makul. Tokta bulup. Haşim kamlık uyuk bağırdı. Ercan'ın kalksuyunu cık cık içmezse. Sakayıp gittiler deyse. Cık cık kuypaz içime. Adem işine Adem. Ne mi yedi la? Cık cık yapaysa. Sakayıp gittiler deyse. Cık cık bez yeme. Adem yedi. Benim yoklap gel bana. Ercan'ın kalksuyunu. Haşim kamlık kızıkmamay özükme. Makul kızgın verme. Hey mamay. Yaş vaxtımızda esep bakmamdık. Qanday eslaymiz? Tansa oynaymiz tansa. Qiyirg'anni balli ko'rib qoladi. Balli yo'q, bana oynaymiz demek. Ma'qul. Naqsh qo'ydik. Muşqılık qağan emishqılıqımı qala? Keldi.
Pek paylan yaman go. Ne boldun? Qaygan tuzuk chiqay salaman da. Qayganda? O'zimiz qayrgan bilan ko'nglimiz yosh bizning. Olsak biz kitemen oynab ketibdi. Ölemen oynasak olamdı. Usta oynanglar sizlar, usta oynanglar men bilan qarg'in yo'qjimi? Bak bizni dadamizdek tarbiya qilmaysan. Goko indamdan o'tdingmi, o'tmadingmi? O'tamadim. Ha? Ma'qul. Nemish qiz bizak dehqon bo'lamsa? Sizlar ham meni o'rganishim ko'ngil bilmasanlar. Endi çöpütüp içireyim ha kitapni. O'qidingmi? Kundik 5-10 ko'tarmay. Bu mayatga bolalar bilan mermer o'ynab o'tasan, o'tamaysiz Gokodan. Sen mi yürəsən dağ-dağının balasıdək çınxaq ötümü dep, çınxaq ötüp. Ha? Mening yan bishaqinamning bolasimi Harvard o'timi deb karvatda yotadi hozir. Qo'lida asma, belida tasma. Bu tug'ilishidilar, qarqo'saq tug'ilgan bishmi bu? Biletmi tug'ilishidilar? Haqli yo'q shavchi. Qanday qilamamsa, shu maldiga egsin dorayda. Ma'qul. Qo'lam tekitib qoldimi? O'zing tarbiya qil meningga. Nima qiston hasinin zaten? Ay, oliy maktab o'tirganga men bir amal qilsin. Ha, kila balam kila. Ey, sana hep bo'ldi, nagmading? O'lamaydi, o'da. Sirki makam. Ağinamning to'yi vaqin. Ağinamning to'yiga? Bir hafta bo'ldi, bir hafta. Haq ochib ketkish o'ynab so'yna. Bir kunda tugadi to'y degan. Bo'ldi, o gapni qo'yib, men nim bo'ldim, ava degansadi, tildashdan ishib ketibdi. Bugun nim bo'ldi? Goko intamdan o'tamabdan nomer to'van. Ya sen bek aqlli, da sen bir depamiz qanday qilsam o'talayman. Men sana depreyonda olsa, Əsildiki Orxun Ma'rif asasida qurilgan Aqsuv viloyatlik aqllar maktabi 8 yillik o'qitish tajribasiga ega maxsus oliy maktab imtihoni va Senshaw oliy maktab imtihoni tayyorlik qilish sinfi ta'sis qildi. Muntazam bo'lgan o'qitishlar qo'shig'iga ega. Maktabimiz o'qitish, yotoq va tomoqqa gavdalashgan bir yaxshi maktab ekan. Maktabning adresi bo'lsa Aqsuv viloyatlik Shinxua kitobxonasining qarshida. Aloqalish telefon nomeri 135 65 13 31 05. Unda olsa bu guyni Aqsuv yo'lga solmasak bo'ldi, yaxshimda. Aşağıda maktabda muntazam tarbiyalanib, qaytadan oliy maktabning imtihonini berib baqsin. Senshaw Gokon bo'ldi emasmi? Menga chamdan uni yig'ishtir, aytlam yo'lga solaytmi seni. Shunday qilib Aqsuv ketdimi? Ha? Ma'qul. O'sha maktab Aqsuwda olgankan Aqsuwga ketsa. Avtaqni ham saqlab turarsan. Men chiqib chiray hamsa. Sen chamdan uni yig'ishtirmamsa, bugundan bildim mangmasang bo'lmaydi. Dada, avtani kim o'zgarib qopti? Dada, bo'ldim. Avtani kim? O'zda kim bo'lding dada? Dada. Tata putuqni tata. Avtkam nima bo'libdi deding? Avtkamni qon besimi batdi, qandagi maymazisi eshib ketish, qon tomir to'silish, qon tomir qechish alomatlari bor, shunga o'chirib qolishadi. Mana bunda olsa uyda kelqa bayxas beshrava yurishga chiqa. Men yo'qlab chiqay. Ma'qul. Voy og'inam. Voy. Mana dada mana. Ega men o'zim ko'tiray. Atash ne bo'lgansa? Qaydaroq tursa? Kon kesel. Og'inam. Kon kesel. Kon keselang. Ben sana adashma bayxas beshrava yurishga kirdim. Bu sening kesinga obdan manfaat qiladi. Agar meni ishitib unimni ko'rib baq. 3 kun ichida unimni ko'rolmasa pulni qaytirdi ekan. Yani lazımlı bulan qalsa aloqalish telefon nomeri 176 90 03 26 22. Ma ishiltib unimni ko'rsang, onun yoqi saqayib ketgandan keyin seni o'lab qo'ylar. Nasıl bo'lib ket? Voy, saqayib ketdim. Aslında konuşanı bir isek oldu ya. Acaba konuşuda evvel kam siz qolab qaldimi konuşuda? Hazır. Haltığına baş konuşuramı tayyor qilib sep qo'ydim mana. Boy!
Kim adam? Ha nima? Ben xo'sho yegim kelib ketdi. Bunda xo'sho epesam amamında. Xo'sho? Ha? Bu xo'shochilar hozir dog'chilik qilib yotibdi. Bu xo'sho nima ish qildi bu yozda? Chiqib epesa ko'rim yo'q yeyman. Tol bash og'ritmaysan. Kichik baldakash. Xo'sho epesa xo'sho yegim ben. O'tira o'zim qo'yaman. Televizor chiqnimi ekan bu? Ecep xo'sho yegim keldi deb yig'ilsam epamaydi ama boy. Ağrıp kaldım deb yetib olsam epiram ya. Yotqanni bir ochiqay. Oy. Oycan. Oy, beşim ağrıp ketdi. Voy boy, beşim ağrıp ketdi oycan. Ta'lim bosi bizdan oydimi shu. Xo'sho buloq qapti keldi. Akkalama. Ha, kela. Ha, o'tadingmi? Ha, kela seni izdab chiqay deb tursam kelibsiz yaxshi. Ha, kela sen bu xo'sho yapsa-da. Xo'sho ha. Voy bu yozdi nima xo'sho bu? Yozdim yala aytgansan ha. Oltin mag'izninki tabiiy quritilgan yangi xo'shosi ekan ma. Nayib qo'laylikga. Men xotim deganim mushoqchiman-da, bay xo'shoning jidilini qilib, qo'shqot ba'masman. Sizlik, xo'shoq sizlik qo'la qapta. Ana bilan jidal o'ynab chiqding degina? Shu bash og'ritib, yerim chiqardim bu semiya o'tirsa buni. Nima, shu bizdan balla ekibgan buni. Chiqilganlikka. Qala, ko'ra baqa. Mana so'sarang chiqadigan ekan. Nasıl ben be? Kalçan ecil bey bunu. Ha, bu da ağaç gelesi. Oy beşim. Opa sakt be şu avcı. Ben çırışım kılan yeteveli vatkan ne? Hala bana. Şu altın meğiz tartık yanıyorsun içidim. Şu kaltlıktan kılıp da yakılıp çıkarıp da hazır. Bazırbek işitken mahmeslatının. Bu ne? Bu kimde ekiydi onu bu ne? Ağıttın içidim, yatipke ev aldım. Tüküz qanday qilmaz. Şu gap kesemdi yana onunla digil olmaydı, telefon qilib setib olsa. Telefon numarası necha ekan? Aloqa telefon nomeri 139 99 94 14 28. Mush numara telefon qilib setib olsang bo'ldi ekan, ya undidor qo'shib. Va yoki pesga ata qilib qo'ygan doying xovninki sara qarus ochib setib olsa bo'ldi ekan. Kalamni tushunasizda boy. Tam bo'larmikan? Bo'ldi ekan. Unda olsa men vodka chiqib chiray. Meni bayram vodkani o'tirib olmazman.